сколько? Почти 11 утра. Нас вот такое количество людей собралось. Снимаем на фото ДСК, на фоне ДСК. Все бывшие сотрудники, все пострадавшие по задержке нашей заработной платы. Человек 300 пострадавших. Нам с октября 2024 года не выплачивают по сегодняшний день, не выплатили заработную плату и расчетные деньги. 300 ga yaqin qarzi bor ishchilarimiz, hammamiz ishdan bo'shaganmiz, lekin o'sha aytilgan 2024-yil oktyabrdan beri oyliklarni hali olganimiz yo'q. Shu davrgacha ko'p joylarga murojaat qilindi, lekin murojaatlar qoniqarsiz, hech qanday bajarilmadi biz tomonidan. Transportning отделida katta mashina haydirdim. Bizni safdoshlar hozir bir ikkalari yo'q. Biz ancha-muncha davlat qurilishlariga, mana shu domlarga ozgina bo'lsa ham hissamizni kiritganmiz, lekin pulimizni ololmayapmiz.